Demak, bu instablogger bo'ladimi, sportsmen bo'ladimi, bir san'atkor bo'ladimi, sohalar hamma domla bo'lish shart emas. Bizda hozir shunaqa qiziq moda borda, hamma domla bo'lgisi keladi. Yo'q, hamma domla bo'lishi mumkin emas. Domla ham o'zini domlaligini qilish kerak. Politolog o'zini politologligini qilish kerak. Artist o'zini artistligini qilish kerak. Sportsmen sportsmenligini qilish kerak. Ana shu sportsmen o'zini sohasida xalqni dardini, g'amini o'ylasa, bu odam maqtovga sazovor odam bo'ladi. U boshqa sohalar ham shu, siyosatchi ham shu. Kursida o'tirgan rahbar ham shu. Xalqni dardi bilan yurgan odam xalqi ichida bo'ladi. Tashqariga chiqib olib, boshqa joyga borib olib, to'g'rirog'i bizni millatga qarshi bo'lgan davlatlarning ichiga borib olib, bu xalq haqida gapirishlik bu noto'g'ri. Men erkakman degan xotinga o'xshaydi. Xotin kishi erkakman desa erkak bo'lib qolmaydi. Xalq dardidamisan, kir xalq ichiga. Birga yasha. Payg'ambar alayhissalatu vassalom la rohbaniyata fil islom degan. Islomda rahbonlik yo'q. Rahbonlik nima degani? Joy namozni ko'tarasiz, abdastani olasiz, g'orga chiqib ketasiz. Faqat namoz o'qib zikr qilib yurasiz. Rahbonlik shu. Rasululloh bu yo'q islomda dedilar. U osonda u. Ovqatingiz bor, yotar joyingiz bor, tashvish yo'q, hech qanaqa g'am yo'q. Namoz o'qib, ibodat, zikr qilib yashaysiz. Bu oson bu. Xalqi ichida shu xalq bilan birga qaynab, shu xalq bilan birga qovurilib yashagan odam avliyo, Allohning do'sti shu. Uzoqqa borib olish oson.